Sizniki 05 ta menga yaxshi bo'lar baribir. Ha, so'zmi? 120, 180 ta 200 ta so'zmi? Lighting ko'p chiqadi hali. Mana shu bo'lishi kerak ekan. Mana. Men telefon joyiga qo'ydim. Sülse ha, buraya. Go. Ana Come. Bosgan misin? yo'qotdi, ha, bo'lsin. Qilib olamiz. Qarab turing. Tamam. O'zi serverda mo'yasini 4 ta oladi. Isming mana bunda 75 ton maksimum beradi. Shunday. Right. Serverda. Ana shu narsani hozir 75 ton nimaga bo'lib tashlashni ko'ramiz. Ketdi. Mana bu ismlarni bilasizlar. Rightdan boshlaydi. 3 ta pump bor. Task 1, task 2, task 3. 3 ta partimiz bor ekan. Birinchi partimizga yozadigan xatimizda taxminan 50 ta so'z bo'lishi kerak. Вообще bo'lmaydi. Men sizlarga bitta struktura beraman. O'shani o'zi bilan 20 ta yozib qo'ysangiz bo'ladi. Prosta o'rtasiga so'z sig'dirish вообще bo'lmaydi. 3 tani gapiramiz sizlar o'zingiz ayting. 50 ta so'z bo'ladi. Mana bunda 120 tadan 150 tagacha so'z bo'lishi kerak. Endi limitlab qo'ygan iloji bo'lsa bundan o'tmaslik kerak, bundan kam ham bo'lmaslik kerak. Mana men xuddi shunday. O'tib ketsa shu zararlarga yechadi. Chunki men tushunib oldim, bularning asosiy maqsadi tekshirishga o'ziga fayda olish. Masalan, IELTSda limit yo'q. IELTSda oldingi seferda limit yo'q edi. Masalan, men 360 dan 400 ga yaqin so'z o'zgardi. Tushunasizmi? Ularga bu vaqt topadi. Men fikrimcha shunaqa ularga vaqt limiti qancha ozgina sozgina bo'lsa yaxshi. Sifat bizga son muhimmat, bu sifatga ishlasak bo'ladi. Tushunayapmi? Uchinchi qismida 180 tadan 200 tagacha. Bu ham mana shu orada saqlansa yaxshi bo'ladi. O'tib ketmasin bo'ladi. Endi bitta ikkita o'tib ketsa ham bo'lmaydi. Ammo yoki 180 ta yozsa ham muammo bo'ladi. Tushunayapmi? Uje zo'r yozgan bo'lsa ham siz ta'sir qilishi mumkin. Ketdik. Endi letter. Letter nima degani? Yo'q, xabar. Mana bu ikkalasi letter yoziladi. Task 1da ham xat yozar ekanmiz, task 2da ham xat yozar ekanmiz. Endi xatimiz qanaqa bo'ladi? Tak. Rasmiy, norasmiy degan narsani bilasizlar. So'zlar hokimga yoki boshqa xat yozadigan bo'lsa, u rasmiy. Ishdan bo'shashga xat yozadigan bo'lsa, rasmiy. Nimadir shikoyat qilib boshqa xat yozadigan bo'lsa, rasmiy. Norasmiy. Nazar bugun zalga boramiz desam, norasmiy. Elbek bugun zalga o'tiribdi, borolmasligimiz desam, norasmiy. Yoki o'quv markazida ishlamasgan, men bormayman desam, norasmiy. Prosta biz kundalik telefonda o'xshagan narsamiz bor-ku, o'shanga o'xshagan narsa. Faqat inglizlarda ular ular bizga o'xshab qayta-qayta yozolmaydi-ku, shunaqa hisoblaydi, bir marta yozish kerak. Bilmaysizlar nima? Formula nima? Rasmiy. Informal? Norasmiy. Endi o'z-o'zidan o'tiribdiki, tasvirlarimizga 50 ta so'zligi nima? Norasmiy bo'ladi. Do'stimizga yozamiz. Task 2miz rasmiy bo'ladi. Ularni yozish tushuntirishdan oldin keyin farqini tushuntiraman sizlarga. O'zi nima endi? Qanaqa farq bo'ladi? Rasmiy bo'lsa nima deydi, norasmiy bo'lsa nima deydi? Rasmiy xatlarimizni biz qadamliga miyosini dear bilan qo'shamiz. Dear olim, dear javohir, dear manager va hokazo. Norasmiy xatlarda hamma aytadi. Yoki bo'lmasa men ko'pincha hayishda shunday. Mana shunday boshlaymiz. Birinchi farq boshlanishda dear bo'ladi bunda, hay bo'ladi. Ikkinchi farq bitta so'z bo'lsa, yo'q, o'zi hammasi shunaqa bo'ladi. Is not, can not, ya'ni
qisqartirmak mumkin emas maslahatlarimiz. Mana bu birinchi debatda prezidentga so'z debatimizda mana bu qisqartma qilishimiz mumkin. Izinni qisqartirib qo'ysa Ko'rilaverishli. xato. Shuning uchun writing 3 ta yo'q. Bizga shunda 3 ta bergan shunda. Bitta writingga 1-3 qo'ydi. Savol qilsin. Izlov mana qisqartirish mumkin emas. Endi bu teskarisi bo'lganligi uchun bunda qisqartirsangiz ko'p bo'ladi. Bunda qisqartirsangiz ko'p bo'ladi. Bunda qisqartirmasangiz ko'p bo'ladi. Agar hozir men bunday hamda iznot deb yozib olsam, skor tushadi. Chunki birinchisida menga o'zaki 50 ta yozsam bo'lishi kerak ekan, ikki qisqartirib yozsam. Izn bo'ladi mana bu qilaman. Kelmadi mana bu qilaman. Tushundingmi? Ular ishga qisqartma ishlatilishi kerak bunda mumkin emas. Emizlardan qisqartiriladi. Emizlar hammasi. Lekin emin degan narsa esingizga chiqmasin. Not bo'ladi. A'ga qo'shmoqchi bo'lsang, mana bu qo'shib qo'y. Lekin emin degan narsa yo'q. Amerikada qo'shilmaydi. Tushunarli? Savol ketdik. Demak, bunda hayda boshlagan bunda deydi. Bunda qisqartma mumkin emas. Bunda bu va ishlatilishi kerak. Aytmay, qisqartma bo'lgan o'zi ikkita so'z hisoblanadi. It is not. Birinchisi 50 talikda bo'lsa, 50 talik. So'zlar. It is not a book desam. 1, 2, 3, 4, 5 ta so'z hisoblanadi. Ham so'z hisoblanadi. Shu 50 talikka deb, to'g'ri? 50 talik. 152 bu. 150 talik. Nima bitta hisoblanadi? 50 talik deb aytadimi? Yo'q, demoqchimanki, qaysi biriga qisqartirib yozish kerak? 50 talikka. 50 talik. Shunda 50 talik 2 tani oshib ketmaslik kerakmi? 50 ta atrofida bo'lishi, 55 tagacha borsa, 45 tadan ko'p bo'lsin bo'ladi. Ikkinchisi ham shunaqa, 50 o'tmaslik kerak emas. Bu 130 ta qilsang nima? Ketdik. Uchinchi farq. Osmonlaydi. Kechiktirib olyapti. Shunisi bilmaydi. Wait. Короче, frazalarga bugun o'tgan narsani o'qib. Phrasal verbs. Ishlatish mumkin emas. Misol uchun, make up degan so'z bor. Yaratmoq degan. Markazlab degan narsa bor. Bu create degan. Shunda men gapirishimni kuyatmi? Bu create so'z. Sinonim bo'lmas. Yo'q. Frazalarga bo'lmasligi kerak. Verb bilan preposition bo'lmasligi kerak. Make up degan tashqi yaratmoq degan. Create yaratmoq degan. Make up desangiz qo'yib tushadi. Chunki make up frazalik verb. Bunda da bu make up desangiz Birinchisida qisqartirib, frazali verb bilan yozish mumkin. Bugun kursda ma'lum bor. Put ichidan olib yozib qoldirib misol uchun. Mana bu yerda put up with deyman. Uchidan olgan. Tolerate deyman. Bu ham ichidan olgan. Ya'ni bir bittani shaklini yozish mumkin. Frazali shakli bu yerda yozsang bo'ladi. Endi buni yozish mumkin. Uzilganini yozmas, bitta 3 ta. Idioma degan narsa bor, bilasizmi? Idioma. Misol uchun happy nima degani? Xursand degani. Ana shuni ovozini idiomasi. 7-osmonda uchib turadi. Qanday qilib 7-osmonda uchib? Bu ham xursand degani. Mana buni biz informalda ishlatishimiz mumkin. Mana bunda ishlatishimiz mumkin. Bu darajasi siymo. Lekin darajasi baland bo'lgan taqdirda nima ishlatolmasamiz? Tashkil xatlarga ishlatib bo'lmaydi. To'p chiqarib qo'ysiz. Tushunarli? To'p chiqarib qo'ysa ekranni qo'yasiz. Tak. Bu ketdi. Endi tega qarang. Formal deylikda bu darajasini ko'rsatgan. Savollar qanaqa keladi? Aytadi, siz deydi fitness klubiga a'zosiz. Sizga xat keldi. Fitnessni boshqaradi. Как zalda kattasi xat yozadi. Hurmatli a'zo.
Biz deyapti, bizni sentrimiz bir oyga kelasi dushanbagacha yopilishini e'lon qilamiz. Bino tuzatilishi kerak va bizga yangi jihozlar o'rnatishimiz kerak. Nima deb o'ylaysiz? Nima o'zgartirish kerak? Sentrimiz ochiq bo'lmaydi zalimiz. Nima qilmoqchisiz o'rniga? Shuni sizni o'rniga bir narsa qilaylikmi? Ko'chaga olib chiqib qo'yaylikmi tunajoylar va hokazo. Sizni fikringizni qadrlaymizni bunaqa sening menejer haqida. Chunki bu savollar, hali savol tugamagan. Endi ketib boshlayman eng savol. Birinchi savol aytyapti. Do'stingga xat yozyapti. Tasdiqlanmi? Ha, mana bu ellikdan kelyapti. Do'stingga xat yozyapti, o'sha klubda a'zosi bo'lgan. Как zarlarga boramiz, bizga menga xat kelib nazarda olishim kerak. Write about the feelings. Hissiyotlarni yozadi. Qanday his qilding? Xo'p, zarlar bergancha. Menga yaxshimi, bu yomonmi? Yaxshi bo'ldi, nazar ishlarimizni bitira olamizmi yoki rejimizni ketadi. What do you think the club management should do about the situation? Nima qilish kerak? Birinchi bo'lib, dushdagi parani yashash kerak. Oxirida bo'lgan. O'shanaqa gapni aytasan, 50 ta bo'lsin. Tushunaymi? 50 ta so'z. Ha, men yozaman. Boshlayman. Salom, nazar. Ishlaring yaxshimi? Menda bitta yangilik bor. Zal yopilyapti. Men mashina xafam hozir so'rashdan. Mana tushsa bo'ladi. Tepada. Bitta qoidasi bor. Mana bu daftarda hoshiyasidan hisoblansa hech qanaqa abzas degan narsa yo'q. Har boshi degan narsa bor. Abzas chiqib ketishi. Hay nazar. Birinchi yozganimda har doim qolib so'rashadi. Ishlamay qolgan ishimisan. Meni jo'tash ketdik, shuni yoziladi. Boshida tushunay. Yoki tekst. How's everything going? Shaharga ketyapmiz. Havoldagi desa, u yerda o'tganlar, Ha? havoldagi. Havoda necho'shtasin? How are you? Meni shunday olib berishadi. Hi Nazar, how is everything going? I have got Information. new information about our GM. Aslan. Ha? Aslan. Ya bizning emas. O'zbek tilida shuna xato bor. Bizning. Bizga bizni degan. Salom Nazar, ishlaring qalay? Menda yangilik bor. Zalimiz haqida, Gresli haqida. Well, mana yozma. Oldiga qarang shu kurslar. Zal 3 kun davomida, bir hafta davomida, bir oy davomida ishlamas ekan. Zibran bergan shunday. The GM, ha, chunki birinchi marta aytdim aka. The GM is Yo'qlargan deyish kerak-da. ha? Yo'qlargan deyish kerak. Ishlamaydi. Will be closed for a month. Bu zo'r tomoni bolalar o'zi aytib turadi, mana bizga aytgan. Bu write about your feelings. Hissiyotingni yozyapti, mana o'sha keldi. Zal nima bo'ladi? Yopiq bo'ladi bir oy davomida. And I am not really happy about that. Mana shunday bo'lib turadi, shuning uchun asab chiqib qolamiz. The gym will not be closed for a month and I'm not really happy about that. Mana hissiyotimni yozib, men birinchi savolga javob beraman. Endi aytgan. What do you think the club management should do about the situation? Nima qilsin? Ayting. Qo'shimcha Boshqa jingga Kelib rasmiydan chiqasin bo'lib, endi sanab qo'yishimiz kerak. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 ta bo'ldi.
Уже Shu 4 degan yozganim yo'q hali. 33 ta. Hozir yana 2 ta gapiram men buni bemalol 50 yo'q to'xtatishim kerak. 2 ta yoz olamiz. buni bir so'z tomoni boshini boshlashtirib turasiz. Ha, boshini bir xil. Qoldirib beramiz. O'rtasi o'zida bo'lar ekan. O'rtasi esa o'zida bo'ladi. Ketdik. Men bu haqida xursand emasman. Nima qilyapsiz? In my I think some of the James nima deymiz? Deydi ana Paddle deylik. Kansanlar. Is change it because Channel they are uncomfortable. Menimcha o'tishdan nima qiladi? o'tmish. 45 bu tugatib qo'yaman. Agar undan ko'p bo'lsa shu gap. Bu yetadi, mana. Endi mana bu javobim bergan zo'r qarang. Hi Sam, did you hear the James closing? I was really disappointed. This made me unhappy today. It's part of my routine. I hope someone like us after all they could be. Cheers, my friends. Take care. Diyor boshqasi bo'ldi. Take care, okay. Ana bitta vaqtincha bo'ldi, bitta salohiyatcha bo'ldi. Bitta yana pastga tushib qolmasa, take care degan o'zingga ehtiyot qil degan. 49 ta bo'ldi. Bir qator Diyor. Ha. Ismni yozgani yo'qsa bo'lmaydi. Ism, mana qo'yamiz. Bo'ldi, mana shu part rulda. Вообще olsa ko'rding, 2010 minutdan ketmaydi menimcha. Просто nima bilasan? Mana bu yerda o'qiysan. Mana bu yerda o'qiysan. Orqaga beradigan anamiz ham bor. Hozir men zo'r yozgan, bunday ko'proq yozib oldik, aniqmadi. O'rta haqida nima ketadi? O'rtasi o'zidan ekan. Ketib shu kelib mana shu hozir shu yopib olaylik, partik satgan bo'ladimi? Mana yana bitta savol ko'ramiz. Sen kelib yaqin smartfon sotib olding onlayn do'kondan, bir necha kundan keyin do'kon senga bitta xabar beradi. Hurmatli mijozimiz, narsani sotib olganingizdan xursandmiz. Biz sizni shikoyatingizni eshitdik soat haqida. Bizga nima muammo bo'lganini aytib olasizmi? Shu bilan birga sizni qaytarib beraylikmi? O'zgartirib beraylikmi tovaringizni yoki pulingizni qaytarib beraylikmi? Sizni feedbackingiz bizni amalimiz uchun muhim. Customer service deyapti. Endi bir ketdi qarab. Write a letter to your friend about the experience. Do'stingga xat yozyapti. Write about what happened and what do you think the company should do. Tushundingmi? Bu savol bitta qo'yildi. Shunda savoldan nimasi? Telefon jiryapti. Xolaqol so'ragandan keyin savoldan olmadi. Mana bu xolaqol so'ragandan keyin savolni olmadi. Mana buni adashib yozib, bu senga kelgan xat. Mana shu xatga qarab javob berasan. Ketdi yozaman. Nima deyman? Salom nazar. Ishlaring qalay? Menda yangilik bor. Soat sotib olganman. Keyin rangi boshqacha ekan. What happened deyapti. Men aytayapman, rangi boshqacha ekan. Meni fikrimcha kompaniya meni pulimni 100% qaytarib berish kerak. Bo'ldi, ko'nglim qolib ketdi. O'zingga ehtiyot qil diyor, bo'ldi. Tushundingmi? Muammo yo'q. Mana shu bor, tekki ildik. Hay diyor, hay nazar. O'zingcha aqlli bo'lib, hay ping pung ha deb so'zni ko'paytiraman. Bo'lsa bo'ladi. Mana bunday bo'lsa bo'ladi. Hozir boshlang kerak. Ketdi. Shuncha aytdim, bitta sentan. Mana bu bo'ldi. Rasm tushunadi. Asosiy narsa hayli boshlashing, qisqartma ishlatishing, oxirida mana bundan tugatishing bo'ldi. Sen uchun o'rgansan bo'ladi. Ya'ni siz javob qiyin narsa, shu rasmni olib. Mana videoga to'xtab, vaqtga o'tguncha.